Soliqchi ko'makchi tamoyili bugun davlat soliq xizmati idoralarining asosiy faoliyat yo'nalishiga aylanib bormoqda. Xususan aholining soliq sohasidagi bilim va madaniyatini oshirish uchun mahalla yettiligi bilan hamkorlikda targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2021-yildan e'tiboran soliq idoralari soliqchi ko'makchi tamoyili asosida faoliyat yuritmoqda. Tamoyil asosida mahallalarga soliq xodimlari biriktirilgan bo'lib, Navoiy shahridagi G'alaba mahallasida davlat soliq katta inspektori Dilafruz Jo'rayeva ish olib boradi. Uning boshchiligida mahallada olib borilgan targ'ibot tadbirlari samarasi o'laroq soliqlar o'z vaqtida undirilmoqda. Navoiy shahar markazida joylashgan G'alaba mahallasida 41 ta ko'p qavatli uylar bo'lib, unda 6000 dan ortiq aholi yashaydi. Mol-mulk va yer solig'i to'lovchilar soni 1347 ta fuqarolarni tashkil etadi. Hozirgi kunda 62 ta yuridik shaxs va 18 nafar yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyat ko'rsatib kelyapti. 2 nafar yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib keladigan fuqarolarimiz tadbirkorlik faoliyatini kengaytirib, oilaviy korxonaga aylantirildi. 52 nafar fuqarolar sartaroshlik, go'zallik saloni, tikuvchilik, taksichilik kabi o'nlab yo'nalishlarda o'zini o'zi band qilib rasmiy daromad topyapti. Natijada joriy yilning yanvar oyida menga biriktirilgan G'alaba mahallasida prognoz rejasi 100 million 763 ming so'm bo'lib, haqiqatda 126 million 458 ming so'mga, ya'ni 125.2% ga reja bajarildi. Yanvar oyi yakuni bilan ish samaradorligim 100% ni tashkil etib, qo'shimcha ravishda rag'batlantirildim. Bu avvalo mening ish samaradorligimni yanada oshirish, soliq to'lovchilar bilan samarali ish olib borishga undaydi. Sohada olib borilayotgan islohot va targ'ibotlar natijasida aholining soliq sohasidagi bilim va madaniyati oshmoqda. Albatta bu jarayonda mahalla yettiligining ham hissasi bor. Mol, mulk va yer solig'idan tushadigan soliq tushumlarining 10% mahalla byudjetida qolayotgani esa ko'pchilikda rag'bat uyg'otmoqda. Chunki mahalla obod bo'lib, aholining yashash sharoiti yaxshilanyapti. Yana bir e'tirofli jihati, mahallaga soliq inspektori biriktirilgach, savdo-sotiq, maishiy xizmat ko'rsatish hamda ovqatlanish shoxobchalari rivojlanib, tadbirkorlar soni 2 barobarga o'sdi. Vaqtincha moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan 5 nafar tadbirkorning faoliyati tiklandi. Noqonuniy faoliyat yuritayotgan 25 nafar tadbirkor ro'yxatdan o'tkazildi.